hali hamon o'sha Navro'z ayyomi davom etmoqda yurtdoshlarimiz xonadonlarda, yurtimiz bo'ylab. Ayni mana shu bayramlar bilan chin ma'noda tabriklash maqsadida musiqiy guldasta tayyorlab kelgan ajoyib ijodkor, elimiz ardog'idagi iste'dodli qo'shiqchi Azizbek aka Masharipov bugun ayni mana shu tavallud ayyomlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklash maqsadida, qolaversa Navro'z ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni qutlash maqsadida chiroyli bir qo'shiq bilan tashrif qilganlar. Azizbek akani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. O'zlaringiz ham bayram muborak bo'lsin. Bugun ajoyib qo'shiqni sizdan tinglaymiz degan umid qilamiz. Xudo xolasa bugun yurtdoshlarimizga mana shu Navro'z keldi degan bir qo'shiqimizni tayyorlab kelganmiz. Xudo xolasa o'zlaringiz ham eshitib baho berasizlar. Xudo xolasa. Boshlaymiz. Marhamat. Navro'z olam keldi. Ko'k maysalarni shoqibay o'lkamga ko'klam keldi. Ko'ngillarni yashlatib Navro'z olam keldi. Ko'k maysalarni shoqib o'lkamga ko'klam keldi. Nabahor ziratlari ko'z-ko'z qilib bog'liqqa bir qarang har yiligidan ay fayizni ko'rkam keldi. Bir qarang har yiligidan ay fayizni ko'rkam keldi. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Gözlerini kunatar bu ajoyib manzara. Nasibimiz bol bo'lsin hasula hasu qo'shib elimizni xirmoyayi bo'y cho'zadi ko'klari. Elimizni xirmoyayi bo'y cho'zadi ko'klari. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Osmonimiz beg'ubor, seni shoshi qo'lbasam kam bo'lmading xurdiyar. Senda tug'ildim tog'li taqdirimdan aylanay, bu diyorda shubhasiz hamma birdek baxtiyor. Bu diyorda shubhasiz ay hamma birdek baxtiyor. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Kel marhaba marhaba Navro'z qurdi yorimga, ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Ayyom muborak bo'lg'ay xalqimga do'st yorimga. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz kechagina o'sha bayram tadbirlarida ishtirok etishdi. O'sha bayramona kayfiyatni oldik biz. Bayram kuni ham mana viloyatimiz tadbirida ham jonli ravishda biz kuzatib bordik, maxsus reportajlar qildik va ayni mana shu jarayonda sizni ham chiqishingizni ko'rib, xursand bo'lib, maza qilib o'sha raqslarga tushishga ulgurdik. Keling ayni fursatlarda bizni xos tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga Navro'z bayrami tilaklarini
tabriklar bo'lsa, yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, yo'llab qo'ysangiz Xo'p bo'ladi. bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat. Avvalambor yana bir marotaba assalomu alaykum aziz eldoshlar, aziz yurtdoshlar, aziz jizzaxliklar hamda shahrimiz mehmonlari. Avvalambor mana shu Jizzax teleradio mana shu kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki mana shu taklif uchun hamda mana shu barcha bizni kuzatayotgan teletomoshabinlarimizni Navro'z ayyomi bilan o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan hamda mana shu Jizzax viloyat maqomchilar ansambli nomidan chin qalbdan tabriklayman. Allohim mana shu Navro'z hamma oilaga Xudoyim bir o'ziga xos bir yasharish faslidek bo'lib kirib kelsin. Hammaning ishlariga omad, hamisha sizlarning kayfiyatlaringiz musiqa tinglaydigan darajada, a'lo darajada bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Yana bir marotaba Navro'z muborak bo'lsin azizlar. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Katta rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, Joylarimizni egallab olishimiz mumkin menimcha. Birozdan keyin Egallab egallab olamiz. boshqa sahifaga Tonggi xabarlar Bo'ldi, sahifasi bo'ladi. o'z navbatini kutyapti ekan. Demakki, bugun eng so'nggi yangiliklarni o'zida jamlagan shu sahifaga navbatni beramiz. Birgalikda tomosha qilamiz. Siz esa Salom Jizzax bot manzilida shaxsiy yangiliklaringizni, shaxsiy xabarlaringizni biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat.